Hozir ko'pchilik kelyapti. Biz videoda turgan ekan, mana deyishib, u rasmni ko'p ko'rgan ekan. Ana shundan qarab kelishyapti, Xudoyimga shukr. Alishtin kanali reklamasi qanaqa bo'ldi sizga ta'siri? Endi hamma yoq reklamada-da. Yo'q, masalan, biz olib qo'ydik. Reklama, ha. Sizga ta'siri bilindimi shu haqida? Ta'siri endi bilinadi, конечно. Shu mineral suvlarimiz bor. Kompotlarda limon, malina, behi, gilos, o'rik sharbat, damashli kvas. Xudo xolasa 2 kunda qimiz ham paydo bo'ladi. Xudo xolasa bu yil yubiley 25 yil bo'lyapti. Nomga qiziqmagan ekanmiz. Shu paytgacha shuncha ochiqmiz. Men izlab kelyapti ekan. To'g'ri. Siz mana yo'q bo'lgan kelsa yo'q ekansiz. Yo'q, aka siz video chiqib qolibdi. Trepechga ashaga kelamiz deb mashaga kelishdi. Kechki soat 12da. Ayronda xom sut bu degan bekor narsa. Chunki ayron oshqozon tozalaydigan narsa bu. Bu aslida bu tashqarida qandaydir mahsulot yeb kelgandan keyin orqasida ichsa u qorinni o'rtishi mumkin-da, misol uchun. Baliq yeb turib kelib ayron ichsa tavsiya qilmayman. Baliqdagi ayron chiqisha olmaydi. Baliqdan asosan kompotlarimiz bor. Limon, malina, behi qilib qo'yamiz. Ayron suv qaynatiladi ekan ishni. Ayron suv qaynatilmasa, u darajada qo'yilgan bo'lmaydi ekan. Suv ham bir marta qaynagandan keyin ma'lum miqdorda qo'yiladi.